O'zi endigina charchab cho'zilib qolsam ham kechqurun oshxonani top-toza qilib uxlashni odatga aylantirayotgandim. Erim mening hamma tozalik parilarimni uchirib, yarim tungacha PlayStation o'ynagan kunlari oshxonani rasvo qilib uxlaydi. Gapirganimda "Visola qo'ying, bu urishishimizga arzimaydi" dedi. Arzimaydimi? Unda uzr dedim-da, men ham jim bo'ldim. Albatta arzimaydi urishishga, mehnat meniki-ku. Erimning mehnatiga kelgan pulga ko'p kiyim olib tashlashim urishishga arziydi. Ba'zan xatoligini bilib turib grechkani hamma joyga sochib chiqqan qizimni tergashim ham urishishimizga arziydi. Ayol kishiligim uchun ovqatni kam yeyishim ham, oshdan sabzini ajratishim ham urishishimizga arziydi. Vannamizdagi oyna oldini kremlarim bilan to'ldirib tashlashim ham urishishimizga arziydi. Ba'zan uy ishlari bola bilan bo'lib ko'chaga chiqqanimda bitta xonaning chirog'i yonib qolib ketishi ham urishishimizga arziydi. Ba'zan yeb ulgurmay qolganimizda aynib qolgan masalliqlar tashlangani ham urishishimizga arziydi. Umuman olganda yorimning o'zi ham kuniga kamida 2 marta muzlatgichni ochadi. O'zi ham ko'rgan tezda yeyilish kerak bo'lgan narsalarni ikkalamiz ham javobgarmiz, lekin baribir men aybdor. Xullas, ba'zan mening shunchaki mavjudligim ham urishishimizga arziydi. Sizchi, sizning uyingizda qaysi narsalar yoringiz bilan urishishingizga arziydi? Yozib keting.